Assalomu alaykum, sizlar bilan Garaj 21. Bugungi obzorimizda hammasi birda rusumli videolarimiz chiqadi. O'sha videoda siz hamma mashinani skidkada, arzon narxda ham kredit bo'ladigan bo'lsa, kimlar avtokredit olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, avtokreditga olishingiz mumkin. Ideal holatda turibdi, hammasini videoda to'liq ko'rishingiz mumkin. Bir va ikkinchi qismlari bor. Nexia 3 aka yili 2020 holatlari yaxshi turibdi, metallarigacha bor, motorlari yaxshi cho'tga turibdi, masla turibdi. Narx qanchami? 110 deyapmiz. 110 kelishtirib shu 109 108 larga beraveradi. Kraskasi toza. Kraska toza, hech qanaqa kraskalar yo'q, urilgan petnomenda joylarigacha yo'q. Hammasi holati zo'r turibdi. Xo'p, ikkinchisiga o'tamiz. Yillari 2020-yil. Tak propamaga yo benzin metan danzroga bu Euro 4 propan. Euro 4 propanlargacha bor. Shunaqa bu ham kraskalar 100%, ha? Kraskasi bitta krelachasida bor. Bitta krelachasida o'zaro petno joylari bor, boshqa joylari cho'tki toza turibdi. Pollik chexol ishlab. Pollik chexol 4 yaxshi bolalargacha bor. Narxi 128 127 larga beraveradi. Kengesi. Okey. Bu ham bu ko'rib turgan mashinamiz ham 20 zavodskiy metallargacha bor. Kraska qancha? Ozroq petnochalar bor ekan, 26 ming deb probek. 25 million, probek 106 ming. 106 ming probek, 125 kami bor, 124 larga beraveradi. Xo'p. 124 dan beraveradi kelaman aytgan. 120 lar. Xo'p, kengesi. Xo'p. Yili aka. 2022-yilgi metallargacha bor. Xo'p, kraska bo'lgan joylari? Toza 100% toza, hech qanaqa joylar kraska bo'lgan, ballonlari cho'tga turibdi. Narxi 135 qilib beradi. 135 qilib beradi oxiri. Xo'p. Keyingisi Spark. 2022-yilgi Spark metallar tak metallargacha bor. Kraskasi tozami aka? Kraskasi toza. 100% kraskalar toza, hech qanaqa. Narxi 117 million, tushib beradigan joyingiz bormi? Tushib beradigan joylarigacha bor. Qaysi bu ham, ha? 2018. Xo'p. Nexia 3 2018 metan, propan? Metan Euro 4. Metan Euro 4. Ballon diskalari qo'yilgan. Xo'p, narxi? Narxini 108 million qilib beradi. 108 million qilib beradi. Hozir tushishlari ham mumkin. Xo'p, bo'ldimi yana bittaman? Ha, aytavering. Ha, bu. Xo'p, yili? Bu 2019-yil. 2019-yilga metallari bor. Kraska toza. Kraskasi 100% toza, kraska chiqarib bo'lmagan. Narxi? Narxini 118 qilib beradi. Narxi 118 qilib beradilar. Yana ozroq tushishlari mumkin, 500 yo 1 million tushishlari mumkin. Xo'p, keyingisi? 2022 bu. 2022. Xo'p, kraskalar toza, avtomat metallargacha bor, 70 ming yurgan. Narxi? Narxini 145 deyapmiz. Narxi 145 deyapti, где-то 144 larga berishlari mumkin. Xo'p, bu ham, ha? Pachka bu. Bu pachka 2025-yil yangi Mazda Cobalt. Umuman hech qanaqa bo'lmagan, qaror tushuna asaga anondan Namangandan shunday kelyapti, qaror. 165 deyapmiz. 165 million deyaptilar, 164 larga beraveradilar. Kimgadir qiziqtiradigan bo'lsa, shundan pastga nomer yozib qoldiramiz, shu nomerlarga aloqaga chiqib murojaat qilishingiz mumkin. Qaysi mashina yo'qdi, qaysi mashinani olmoqchi bo'lsangiz, telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Sizlar bilan Garaj 21 o'z.